Farg'ona shahar atrofidan juda ham arzon narxda ishlab chiqarish, sklad va shu kabi boshqa bizneslar uchun tayyor oltxona yangi qurilgan binosi bilan zo'r noturar joy ko'rsatamiz. Obyektimiz Satke Kurugdan kirganda armatura zavodining shundoqqina orqasida joylashgan. Ko'rib turganingizdek, ko'chalar asfalt bo'lgan, atrofida har xil ishlab chiqarishlari borligi hisobiga kommunalkalari, gaz svet suvlari zo'r deyishyapti. Joyimizda umumiy maydoni 30 sotidan iborat bo'lib, oldi fasadi uzunligi taxminan 55 metrni tashkil qiladi. Ichkariga kirganda chap qo'limizda pishig'ichdan ofis qilish uchun yangi qurilgan oltxona, ikkita sanuzilga ega binomizni ko'rishimiz mumkin. Stechkalari hamda elektr montaj ishlari qilinib, yangi akfa eshik romlar qo'yib qo'yishibdi. Bemalol ofis xonalari va ishchilar uchun yotoqxona sifatida ham foydalanishingiz mumkin. Egalarining aytishlari bo'yicha gazga qiymati 5-6 ming dollar turadigan hisoblagich ham o'rnatilgan ekan. Atroflari to'liq devor bilan o'ralgan bo'lib, agarda devorni yana balandroq ko'tarmoqchi bo'lsangiz yoki to'sib sklad qilib yopishga ham armaturalar chiqarib sharoitlar qilib ketilgan. Dokumentlarida muammo yo'q, notariusga tayyor deyishyapti. Logistika uchun yuk mashinalari harakatlanishiga juda ham qulay joyda joylashgan. Ma'lumot uchun Farg'ona shahariga ham yengil mashinada 10-15 minutlik yo'l. Ushbu Farg'ona shahariga kirishda Satkik hududida joylashgan 30 sotix oltxona yangi qurilgan binosiga ega noturar joyimiz narxini srochniy bo'lgani uchun 110 mingdan 79.900 ga tushirib qo'yishibdi. Do'stlar, zo'r narx, shunaqa joy qidirib yurganlar bo'lsa foydalanib qolinglar. Asta egalarini raqamlarini qoldiraman, bemalol telefon qilib baraka qilishinglar mumkin. Azizlar, obzor yoqqan bo'lsa like bosib, videoni tadbirkor tanishlarimizga yuborib qo'yish esdan chiqmasin.